Bismillahirrahmanirrahim. Vesile duanın icabet buluşu için paydalık naydi yaxşı iş. Vesile kılışını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ügetken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde ügetken. Vesile degen Allah Teala için kılgan yaxşı bir işimizni şebi keltirip durup, ey Allah bu işini senin için, senin razılığın için kılgan ettim. Bu işin hatırısıdan benim duayım icabet qilib bergen, hacidim rivo qilib bergen deganga o'xshashdi hamda. Peygamber sallallohu alayhi vasallam buni bizga o'rgatib, Bani Isroilda yuz bergan bir voqeani so'zlab bergan. 3 odam bir shu sahroda ketib bordi ekan hamda. Cho'ldek bir yerga ketib bordi ekan. Ketib borganda qattiq yomg'ir yog'ib ketibdi. Ama yağmurdan yüzünü daldığı alıdığan yeşimi yok. Hem de etrafta ya delderek yok, ya ki bir öy yok, yeşim yok. Karısa aldığı bir önkür varken, önkürge kirip alaylı deyip önkürge kirip oturuptu. Oturgandan yağmurmu toxtaptı hem de çıkaylı deyip dursa, şu aralıkta yukarıdan yugan bir taş düşüp aşı önkürünün ağzını itibipti. Bunu bar güç bilen taşını qattiq ittiripti. Qat'iy midiriltanmapti. Vaqirab beqipti. Vaqirasım zaten bu çöldemdi. Hiç kim anlamaydı. Hiç kim anlamaydı. Yoki onu taşını yüzü gücü bilen ittirenmapti. Şunu olan dünyanın sebepleri tügepti. Yani bu çağda onu bunda oturup hem de bizden gücümüz yetmedi. Allah'a tayinaylı, Allah'ın yardım soraylı dep. Her birimiz Allah için halis kılgan işlerimizni vesile kılıp dua kılaylı depti. Birinci adam dua qilibdi. Ey Allah, mening ata-anam ba'da yaşanıp qalgan. Men qo'y vaqib kelib, har kuni ishdan kelgandan keyin qo'yni sig'ib, sutini ata-anamga uchkizib bulab, onundan keyin andin yatatdim. Bir kuni kechroq kelib qoldim, qarasam anam bu dadam uxlab qolibdi ekan, sutni beshiga ekib turib, ularni uyg'otishga ko'nglim qiymay, shu o'g'ang'ichlar sutni tutib turgandim. Eğer muşu kılgan işim senin dergahında kabul bolgan bolsa, şunun hatırısı üçün, şunun yüzü üçün muşu taşını mişedin elib etken bolsa dep dua kılgan taş azraq mıdır etken küçüğün yuçuq görünüdü eken ama edem patmaydı. Onun ikinci kişi dua kılışıp başlaydı eken. Menin bir tağamның kızılatı onu belki yaxşı göretdim. Onun toy kılay desem bana tekil olmadı. Onunla bir günü onunki beşiğe bir iqtisadi qiyinchilik kelib qolib 120 ming dirham atrofida shunchalik pulga ehtiyoji bo'lib qoldi. Shunda bo'lganini bilib men shu pulni biritgan bo'ldim. Men pulni bersam, men bil yomon ish qilishga ma'qul demsan, sen ma'qul dedi. Pulni unga berdim. Berip ben şu yaman iş kılay diye vaktimde o dedi sen Allah'tan korkmamsa bizim aramızda nikah yok o Allah'tan korkmamsa dedi. Elbette Allah'tan korkmam dedim. Şehadın aşı pulumu bir ettim ama şu haram işten kayıttım. İyi Allah senden korkup kayıttım. Bu işim eğer kabul olgan olsa bu şu taşını mişedin yürüştürüp etken bolsam dep bu. Kılgandık Gar biraz içildi iken, yani edem patmaydı yani biraz içildi yani edem patqıçlak emas. Üçüncü kişi dua qildi iken, ey Allah, men qo'y vaqatdim, mening qishimda bir edem işligendi, qo'y vaqib işligendi. Bir kuni o o'zining ish haqqini olmayla mening yanimga ketib qoldi. Menga deb qo'ymay shunday ketib qoldi. Ketib qolgandan keyin bu odamning ish haqqi menda qolib qoldi hamda. O'sha ish haqqiga bir qo'yib qo'yay. Bir koyunun işade koylarımı kuşap koyay, köpeyip kalsın dedim. Karısam o ben ep koygan koy tuğdu, onun balları tuğdu, şunda köpeydi. Köpeyip şunda tuğa vaxtıda bir günü o adam geldi gelip ben falanca sizin kışınızı işligendim, hakkımda amay ketkendim, şu hakkımda bireyim dedi. Ha tamam senin hakkın, şu tağdaki koy, aç koyunun hemimiz senin, siz çakşak kılatamsınız. Hakkımı soruvadım hemen. Yani, hakkınız aşağı. Sizden hakkınızı koyup koygandım. O koy köpüyüp siz gelgici bunda cık oldu. Aşağı sizden hemmisi desem. Gep kılmay elip ketti.
Ey Allah, senin dergahında muşu qilgan işim qabul bo'lgan bo'lsa, muşu taşni mishlarni ko'tarib etgan degandan keyin taş shunda olib yo'qolib ketgan, ya'ni taş ayınga ketib qoldi ekan. Shuning bilan g'ardan ular chiqdi. G'ardan salomat chiqdi. Bu bir qissa. Endi hozir mush yaqinqi zamonda bo'lgan bir qissa. Bir Misrlik bir boy, ya'ni kapitalist. Mushu 3 ay yolluğa kirib tablab qalaliganda, buning nayt bir ig'ir darajada bir yolluq ekan. Qandaq bir narsa yesa qattiq og'riydi ekan. Bu davolanib beqibdi, chet ellarga berib davolanib beqib, nurg'un ishni qilib beqibdi hamda, lekin shu yolluqdan saqlanmabdi hamda. Shundan bir kun nayt ishchi siqilib, mashinasiga minib, sahro tarafga chiqib boqaydi, bunday etizlik tarafga, Qohiraning Jizi tarafiga. Aşağı berib yo'lning bo'yida chiroyli pomidor terilgan bir dehqonchilik rayonininki qishqi kelib to'xtab mashinadan tushib qarab turgandan keyin shu etizlikqa qaraydigan pomidor terigan odam kelib ahvol so'rab pomidordan 2-3ni yuvib pokiz akilib mani yeb beqang deb akilgan degandan keyin menga bu zira qildi. Men buni 3 ay yollig'i va boshqa bir narsa yesam zira qildi, bular pomidor zira qildi bu degandan keyin bismillah deb yang shifo bo'lar balki degandan keyin u odamning ko'ziga chiroyli ko'rinadi ekan, endi qizil endi bunda tug'andan keyin ma'qulda yetgan. Yegandan keyin bu kesil qo'zg'alib qattiq og'rib to'pig'i milinib ketgan, shu yumilib ketgan bu odamcha qattiq og'rib. Shuning bilan endi avi dehqon odam buni o'zining kapisiga ko'tarib akirib yotqizib turgandan keyin u odam mening mashinamda og'riq kesitgan, og'riq to'xtatgan durva akirib menga bering shuni ichaydi ekan. Ma'qul deb darini ichkizgan. Ichkizgandan keyin shuning bilan birdan uxlab qolgan u odam. Uxlab qolgan bu dehqon odam duo qilgan. Ey Allah, sen bilan mening aramdagi shu ishning xotirasi uchun mushu odamga shifolik bergan. Ey Allah, sen bilan mening aramdagi shu ishning xotirasi uchun mushu odamga shifolik bergan deb shunda deb duo qilgan, takrorlayvergan. U odam da uyg'onib qarasa shu odam shunda deb duo qilib turg'udakmish. Duosi tugagandan keyin o odamning qishqi kelib, siz ajoyib duo qilasiz ekan. Alloh bilan sizning orangizda bo'lgan ish qanday ishdi o deganga. Siz uqmasangiz bo'ladi hamda uni. Ya'ni yo'q, men shuni bir bilgim keldi. Qanday ish bor oranglarda menga deb bergan bo'lsangiz degan. Ma'qul emas, men so'dingiz emas deb beray sizga deb. Men shu o'ylanaman deb 37 junay yıkandım. Hem de 50. yıldaki işlendi o. Uçağdaki 37 junay degen dollardan mı kıymet hem de 37 dollardan neçesi kıymet vakitli hem de o. Junay'nın kıymeti bu vakit. 37 junay yığıttan toy kılaydı. Bir günü bizning uyning oldidagi qo'shnimiz yashinib qolgan odamlardi. Uning bir o'g'li bordi. U o'g'li uylangan. O o'ylanib andın bir yilga qolmay bu askarga ketdi. 2 yillik askarga ketdi. Shuna uning ayoli tug'di, ikkizak tug'di. Ikkizak tug'ib u ayol o'lib qoldi. Bu ikki bola, ikki bovoyli mo'mayga qolib qoldi. Ular kambag'al damlatdi. Endi bir imitadigan bir imitguchi akilib imitayli desa, uning pulni to'lashga puli yo'q. Süt akilib nima qilayli desam, o'zining ya meli yo'q yoki süt tapqanda akilib tapmaganda yo'q. Doim bolalarning yig'izarini anglayman deydi. Doim bolaning yig'izari, bolaning yig'ini to'xtatolmay ayda qilyapti deydi. Da men shu o'ylab bir kuni men mush odamga shunday ehtiyojli bo'lib qolibdi hamda. Men bu to'y qilg'ili yillardan beri yiqqan shu pulimni shuni xaylab beray deb bir kuni berib shu bozorda yemak, ichmak, ayda kiyim, kechak binasini akilib, ishkisining oldida qolib, ishkisini qiqib qo'yib ketib qoldim. O'g'ziga chiqib,
Şunu küzütüp durdum. Şu öyünün ilgisi alam diye başka adam ekitem dedi. Öyünün ilgisi daha çıkıp karab, yeni bir karab ekip gitti. Ekip gitti. O günü şunda hoşallık oldu uyda olanın gibi. Şu kişime uxlap kettiken ben, uxlap kalsam, şu öyünün ilgisi boğay, bir ağamcını ekilip bana, yiraktaki bir qo'shnisinin echkisini ko'rsatib turib ishorat qilyotdi menga. Ag'amchini akilib, shuni bog'lab akel deb echkini ishorat qilyotdi. O'g'inib ketdim. O'g'inib ketdim, o'ylab, har rost bu bolaning hamma demak sutga ehtiyoji bor bo'lsa, men sut ekib bersam bo'lmamdi. Yoki eng yaxshisi mushu sut beradigan bir echkini menga ishorat qilibdi bu odam. Ashini setib olay deb, yiroq qo'shnisining uyiga berib, o echkini setib olib uningdan. Endi mani men avatdi demay, siz gap qilmay apirib, ishkisining oldiga bog'lab qo'ying. Mening buni qat'iy uqmasa mening baginimni uqmasin deyotgan. Ma'qul deb uni ishkining oldiga bog'lab qo'ygan. Bog'lab qo'ygandan keyin ma odam o'zining o'g'izga chiqib kuzatib turgan hamda echkini shu uyning egisi Akramni boshqa ektamda. Qarzi bir vaqtdan keyin buvay chiqib bağlağlığı echkini ko'rib, unda atrof qarasa hech kim yo'q. Alloh bizga avatibdi buni deb echkini uyga ekib ketdi deydi. Ekib ketib, shuning bilan shuning ustida navrilarni boqadi. O adam her ettigini kechda shikoyatmada o'ssa, mangsa, ho'ylista, endi biz qo'shni bo'lgandan keyin gaplarni anglab turamiz. Mushu echkini menga avatgan kishining gunohlarini mag'firat qilsin, shu kishini jannatga kirgizgin deb duo qildi deydi. Şundacık aldım bu duanı. Şunda hoşulap gittim ki benim Allah kabul kılgan okşaydı şu emelimni dedim. Şundan keyin Allah'a dua kılsam şu emelni vesile kılıp dua kılgan oldu. Dep bitken. Degenden keyin bu adamı da tınşap bir anca bir kızıkıp mı ketmeyken hem de anlap boğandan keyin bir işini bir işlenme kayıtıp gitken bu bay. Kayıtıp gitip birkaç gündür doktorga barsa, doktor tekşirip ağır, 3 ay ağrımaptı o, birkaç gün ağrımaptı. Ağrımagandan keyin bu ağrış alametleri yokturdu. Doktorga ko'rsatib bakay deb barsa, siz sellamaza saqayıp ketipsiz, qanday qilib saqaydingiz deb dedi. Men hech qanday qilmadim endi dedim. Shuni da o'ylab, o'sha odamning dehqonning qishqiyini keldim deydi. O adam keldi ki. Kulib sizning duoyingiz bilan men saqaydim. Haqiqatan sizning duoyingiz ijobat edemkensiz. Men iqtisodim yaxshi adam. O'sha atrofimda kambag'allar, ehtiyoji bor kishilar bo'lsa, bir qanchadan menga ko'rsatib turing. O'shadan men oylik to'xtatib qo'yib, o'shadan turmushni xabar topay. Bu mening Alloh taologa, Allohning shu salomatlikni iborat kasaldan saqaytganligiga meniki bir shukronasi bo'lsin degandan o adam shu atrofdagi kambag'al oilalarni deb bitgan. Shundan keyin o oilalarga shu har oyda pul yotqizib, iqtisodini yaxshilab, ham mahallasiga kelib, mahallasining yo'llarini yasab berib, nurg'un xizmatlarni qilib qo'ydi ekan. Bu o'zi so'zlab bergan qissa hamda odamniki. Endi demak, endi Alloh taologa ko'rsatkichlik, ko'rsatishga yarg'uchilik, shunda bir amalimiz bo'lishi kerak ekan. O amal bo'lgandami, bu amal Alloh bilan bizning aramizda bo'lsa, hech kim bilmagan amal bo'lsa, hech kim, hatto bolalarımizmi, ayolimizmi, hech kim bilmaydigan, Alloh bilan ikkimiz qila biladigan bunda amal bo'lsa, buning ijobat bo'lish nisbati nihoyat yuqori bo'lgan. Chunki buningda hech qanday shakmi yo'q, boshqa bir kimninki bilib qolgan ehtimolimi yo'q. Yani Allah bilen bizden başka hiç kim bilmeydiğen halis amal bo'ldi ekan. Şu mushunga tirishish kerak ekan. Biri Allohga ko'rsatkichlik, mushunda yani tilimizga og'uchilik, yaxshi bir amalimiz bo'lish, uni bo'lgandimi bu amal Alloh bilan bizning aramizdigini bo'lish, hech kim bilmaslik. Mushu bek muhim ekan hayotda. Alloh taolo hammamizni Allohga ko'rsatkichlik, oxiratda esqatkichlik yaxshi amallarni qilishga muyassar qilg'ay. Amin.